Hürmetli vatandaşım, ötkende sizlerge Amerika'daki meşhur Erbab Gingrich Efendi'nin Prezident Trump ve Trumpizm doğrusunda sözlügen notuklarını anlatkanıdık. Onun birincisini anlatkanıdık. Bugün şu notukның ikincisini vatandaşlarga anlatımız. Gingrich, Prezident Trump ve Trumpizmni düşündürüp öttü. İkinci, Trumpizmning 4 nuqtalik yadrosu mavzuluk makale. İkinci ayının birinci günü Amerika avazının Xitay til programması ilan kılın. Makale mındak başlan. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump qasam berib Aqsaraga kirgandan keyin qayta ma'muriy buyruq e'lon qilib, islohot ilib berishning shamilini qo'zg'adi. Biroq saylam davridagi o'xshash Prezident Trumpning ba'zi odatdan tashqari so'z iboralari Amerikaning ichida davomli tanqid va norozilik qo'zg'adi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasining sobiq davlat palata boshlig'i Navit Gingrich Prezident Trump vazifaga o'ltirishning oldi kaynida bir qator leksiya so'zlab, o'zi taniydigan Prezident Trumpni va Trumpizmni bayon qildi. Prezident Trump kun sayin Prezident Trump koni siyosiy tuzumni bekor qilib, yangi tartib o'rnatdi. Kichik mavzu. Gingrich Efendi o'tgan yil 12 ayning oxiridan boshlab, bu yil 1 ayning oxirigacha Washingtonda konservativlar bilim xazinasi, an'anaviy fond jamiyati va Amerika Davlat Mudofaa universitetida Prezident Trump va Trumpizm mavzusi ostida 8 qatam nutq so'zlab, nurg'un kishilarga o'tinadigan prezident, nurg'un kishilarga bu, ya'ni Gingrich Efendi taniydigan Prezident Trump ve Trumpizmni tushundirdi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump 2016-yili saylamda utib chiqqanda 1980-yillarda saylamda utib chiqqan sobiq prezident Reagan'ga o'xshash davr bilgich namoyanda bo'lib qoldi. Birinchi bo'lib hozir Prezident Trumpni tarixdagi prezident Reagan'ga o'xshatyapti. Bir tarafda koni siyosiy tuzum, yana bir tarafda yangi tartib. Lekin Prezident Reagan muvaffaqiyatli holda koni tuzumni og'dirib etilmadi. Lekin Prezident Trump buningga o'xshamaydi. Prezident Trumpning xarakteri qattiq. Bu davr bilgich namoyanda reallikqa aylanadi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump buzib tashlaydigan koni siyosiy tuzum Franklin Roosevelt'dan boshlab yangi siyosat vakilligidagi Washingtonning 84 yillik kona siyosiy tuzumidir. Diqqat hurmatli vatandoshim, takrorlayman. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump buzib tashlaydigan koni siyosiy tuzum Franklin Roosevelt'dan boshlab yangi siyosat vakilligidagi Washingtonning 84 yillik kona siyosiy tuzumidir. Biz leksiyalarimizda shundoq degan edik, biz o vaqtida 35-yildan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlari toki bugungacha Amerikaga romantik siyosat yurgizib keldi degan edik, vatandoshlar bilsanglarda bo'lishi kerak. Bugun endi Gingrich Efendi nima deydi? Gingrich Efendi mundaq deydi. Prezident Trump buzib tashlaydigan koni siyosiy tuzum Franklin Roosevelt'dan boshlab yangi siyosat vakilligidagi Washingtonning 84 yillik koni siyosiy tuzumidir. Bu koni tuzum liberalizm, cho'ng hukumatchilik, huquqni markazlashtirish va bürokratizm. Siyosat to'g'ri bo'lsa bo'ldi deganlarni o'z ichiga oladi. Gingrich Efendi bu yerda Prezident Trumpning qarishtirdig'ini Cumhuriyetçiler Partisi bilan Demokratlar Partisi davomlashtirib kelgan kona siyosiy tuzum ekanligini alohida ta'kidlab ko'rsatdi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning yangi tartibi, jumladan tibbiy yordam, strahvaniya qonuni, muarifni yaxshilash, o'quvchilarning maktab tanlash huquqi bo'lish, 21-asrga taalluq Amerika harbiy kuchini
qurup chiqish lozim. İslam alla degechilarga zarbi, islom hammadan a'lo, islom radikallari hammadan a'lo degechilarga zarbi berish. Ko'chmanlar qonunini o'zgartirish, chegara bexatarligini qurib chiqish, xom chotni tangponglashtirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Amerikani qayta, shunday qilib Amerikani qayta qudrat topqizdi. Prezident Trump qasam berib, Oqsaroyga kirgan bir hafta ichida bir qancha turlik ma'muriy buyruqqa imzo qo'ydi. Bo'libmi yaqinda ko'chmanlar to'g'risida buyruqqa imzo qo'yganda Amerikada ko'plagan joylarda norozilik harakati qo'zg'aldi. Lekin Oqsaroy amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning ma'muriy buyrug'i ko'plagan Amerikalikning qo'llashiga erishdi. Sizlar Washingtondan chiqib, Amerikaning oddiy fuqarolarining ovoziga quloq solib beqinglar. Trumpizmning turiga kichik mavzu. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Amerikada oddiy fuqarolarning islohot elib berishini talab qilishning simvolidir. Ma'lum mandan aytganda Prezident Trumpning prezident bo'lib sayilinishi bu odam bu davrga to'g'ri kelib qoldi degandek bir ishdir. Ma'lum mandan aytganda Prezident Trumpning Amerikada prezident bo'lib sayilinishi bu odam bu davrga to'g'ri kelib qoldi degandek bir ishdir. Davr Prezident Trumpdek bir odamga ehtiyojli bo'lib qoldi. Dal mushundaq ikki taraflamilik Prezident Trumpga kuch ato qildi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Amerikaning tuvan qatlamdagi fuqarolarining harakati Trumpni qo'llashi Prezident Trumpni g'alabaga erishtirdi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning shaklicha inqilob deb ataladigan harakat jarayonida Amerika fuqarolari mamlakat xarakterlik tirishchanlikqa qatnashdi. Mamlakat xarakterlik tirishchanlikqa qatnashdi. Ya'ni davlatni qayta qurishga qatnashdi. Davlatning barliq kishilarga bergan va'dasini asliga keltirdi. Amerika matbuotlari va bilim sohasidagilarmi bu bir maydon harakatning Trumpni Oqsaroyga olib kirganligini e'tirof qilishdi. Lekin ular bu harakatni davlat qo'shqisi harakati deb atadi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Trumpizm Washingtondagi davlat qurg'uvchilarning tafakkuri va ish harakatlariga butunlay o'xshamaydi. Konkret aytganda Trumpizmning 4 turi bor. Bu 4 turi solchilarga qarshi turish. Diqqat vatandoshim, Amerikada solchilarga qarshi turish. Siyosat to'g'ri bo'lishga qarshi turish. Siyosat to'g'ri bo'lsa bo'ldi deydigan gaplarga qarshi turish. Ahmoqlikqa qarshi turish. Ahmoqlikqa qarshi turish. 4-chi boshdan oxir vatanni suyish. Gingrich efendi mundaq ko'rsatdi. Trumpizmni 4 putliq ustal deb tasavvur qilsang, uning bir puti siyosat to'g'ri bo'lishga qarshi turish. Uning yana bir puti solchilarga qarshi turish. Uning yana bir puti ahmoqlikqa qarshi turish. Uning yana bir puti bo'lsa boshdan oxir vatanni suyish deb tasavvur qilsa bo'ladi. Bu 4 put ustalning chek-chegarasi bo'lgandek, o'xshashla Prezident Trump iddiasining chek-chegarasi bo'lib hisoblanadi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Tashqaridagilar Prezident Trumpning kelar qatimli harakatining nima bo'ladiganligini faraz qila olmaydi. Lekin Prezident Trump boshdan oxiri o'zining chegarasida turibdi. Ya'ni Prezident Trump iddiasining chegarasida turibdi. U buning ichida nima qilsa qila oladi. Fursatga yoki duch kelgan tahdidga asoslanib qanday harakat qilishni tanlab olgandimi, chek-chegaradan chiqib ketmaydi. Diqqat vatandoshim, fursatga yoki duch kelgan tahdidga asoslanib qanday harakat qilishni tanlab olgandimi, chek-chegaradan chiqib ketmaydi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Siyosiy to'g'ri bo'lish bo'yicha Amerika nishondan adashib qoldi. Nurg'un amerikaliklar hatto uch quyruq so'zlashni unutib qoldi.
Hatta Christmas bayramınızga mübarek bolsun deyişki korkuduğun, eğer karşı taraf Hristiyan muriti bolmay kalsa, Christmas bayramınızga mübarek bolsun desem, o kandak cevap kaytırır dep ensireydigan bulup kal. Biz bivasita Christmas bayramınızga mübarek bolsun diyelmidik. Özgertip bayramınızga mübarek bolsun, yeni yılınızga mübarek bolsun deyişimiz gerek mi? Demek bir yerde Amerika'da köçmeliler köpeyip gitti demekçi de. Şundan biz Christmas bayramınızga mübarek bolsun diyemey, endi Amerikalıkla fakat yeni yılınızga mübarek bolsun deyişimiz gerek mi? Gingrich şekilleniş ve mükemmelleş basıkçı turuptu dep kayıt takil. Demek diye şekilleniş ve mükemmelleş basıkçı da kayıt turuptu dep takil. Trumpizm davamlıq solçularının hücuma uçraydı. Gingrich mındak görsetti. Gerçi Prezident Trump ve Trumpizm galba kılsımı, lekin davamlıq Amerika'da meblağ salgıcı George Soros vekilligideki solçularının matbuat, bilim sahasıdakilerinin Prezident Trump ve Trumpizmga hücum kılışı toxtab kalmaydı. Devamını anlayış hürmetlik vatandaşım.